asalari bilan chaqtirib davolanish oldindan bormidi yoki hozirgi kunda insonlar orasida rivojlanib, ya'ni bu davolanish usullari hozirgi kunda rivojlanib ketgan? Bu asalari bilan davolanishlik 2000 yil burun kitobi topilgan bu narsa. Asosiy asalari bilan davolanishlik oldin podshohlar davolangan. Asalaridan 4 kurs lecheniya olganda 70 ga kirgan odam eng kamida 10 yoshga yosharadi. 4 kurs lecheniya olgan odamni qonini tekshirsa 18 yasharda qonidaqa suyuq bo'ladi, ham toza bo'ladi. Shuning hisobiga yuzdagi ajinlar yo'qoladi, yoshartirish xususiyatiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda avom xalq uchun juda rivojlandi hozir asalari bilan davolanishlik. Oldingi paytlarda shu asosiy katta podshohlar, shunga o'xshagan odamlarda davolanishlik bo'lgan. Oddiy xalq uchun berilmagan. Hozir endi bitta yaxshi tomoni shu O'zbekistonda asalari bilan davolanishlik juda rivojlangan. Kimdan so'rasa buni foydasi, buni xususiyati haqida yaxshi ta'rif beradi hozirgi kunda.